Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz yangi obyektimizga 10 kilovatlik quyosh panellarimizni o'rnatishda jarayonidamiz. Bu yerda Mikko panellari foydalanildi va IC invertorlardan foydalanildi. Inverter uстановka jarayonlari yakunlandi. Ishlash jarayonlari Ducell avtomatlaridan foydalanildi. Xitoyda ishlab chiqarilgan 1,5 ming voltgacha kuchlanish ko'taradigan kabellardan foydalanildi. Shu ishlash jarayonlari. Kimga shunaqa sifatli va hamyonbop xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqamiz. Fikr va savollarni kommentariyada yozib qoldiramiz.